Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Bugun yana bir iltimos bilan keldik. Bir opamiz uylarini sotish niyatida ekanlar. Endi biz hozir shu uyni obzor qilib beramiz. Manzilni tushuntirsam, Sergeli mashina bozorida Kia avtosalon bor. O'shani orqa mahallasi, Beltepa 1-tor ko'chasi. Hozir endi uyga obzor qilamiz, qadrdonlar. Mana bu hovli ekan. Bu kiraverish bo'lsa, mana bu yerda zeleniy zona qilib qo'yishdi, chiroyligina. Mana qo'shniga ham xalaqit qilishi, eng g'amlisi mahalla juda ham tinch, sokin ekan. Bu yoqda ham mana zeleniy zona qilib qo'yishdi, joylar juda ham ko'p ekan. Ko'rgan bo'lsanglar, bu hovlimizda ikkita kirish joyi bor ekan. Mahallaning orasidan orqa ko'chadan ham joy bor ekan. Bu yoqda ham mashina qo'ysa bo'lar ekan. Kirib kelganimizda bitta uzun hol zal deymizmi, shunaqa. Chinamgina chiroyli qilingan remontlari. Bu yoqqa kirsak, mehmonxonasi ekan. Mana joylarni qarang. Xonalar muzdekgina, yozda yengillanmasa. Keyin bu xonamizdan chiqqanimizda yana bir xonamiz bor ekan. Mana bu spalni ekan. Spalnilarni endi qadrdonlar, bir qismini ko'rdik, endi ikkinchi qismini, hovlini, uyni ko'ramiz. Qadrdonlarim, hozir birinchi qismini ko'rdik, hovlini, mana o'ng tomonda. Endi bo'lsa, mana boyaga aytganimdek, mana mashinalarni bemalol shu yoqqa kirib qo'ysak bo'ladi. Bu esa hozir ikkinchi qismimiz hovlini. Hozir endi bu qismini ko'rsataman. Bu yer hali uncha remont qilinmagan. Ko'ring. Mana bu oshxonamiz ekan. Oshxona ham ancha katta, bemalol joy, bemalol katta. Endi bu yerda hozir eshikdan kirishimizda bitta mana bolalar yotoqxonasi. Bitta ham bor ekan mana. Kattagina xona bemalol. Va xonalar yana qaytarib o'taman. Muzdekgina ekan yoz kunida. Aynan bizga kerakli. Bitta yana bir xonamiz bor. Bitta ham anchagina ishlangan ekan. Xonalari katta-katta. Bu yoq esa hammom ekan. Qadrdonlarim, mana bu ikkinchi qismi hovlini. Qadrdonlar, mana boya ko'rsatganimiz, kirib kelganim u glavniy bosh kirish joyi edi. Bu orqa hovlidan chiqadigan joyi. Aylanib chiqdik. Endi nima demoqchiman? Bu hovliga tegishli bo'lgan joy, mana shu joylar ham shu hovlini egasiniki ekan, opamizaniki. Bemalol bu joydan foydalansanglar